Mahr deganda bu o'yin qiladigan narsa emas. Mahr bu kelinning haqqi, qiyomatlik masala, hatto qiyomatda ham erdan so'raydigan narsa. Lekin o'zi hali mahr nimaligini tushunmaydi, taqvo nimaligini tushunmaydi. Mahrga nima xohlaysiz desa, nima deydi? O'li gelikvin degan bir narsa bor, mashina bor ekan. Shunaqani deyapti bittasi. Mana shunaqa berasan deyapti. Katta qimmat mashinalarda aytayapti. Men o'zim bitta nikohda guvoh bo'ldim. Hayratlandim. Bu qanaqa degan gap bu? Mahr o'zi nima bu? Mahr kuyov bola qodir bo'lganicha beriladi. Bizning diniy idora o'zi mahrning fatvosini berib turamiz, miqdorini. Uni eng minimali qanchaligini aytamiz. To'g'ri. Islomda yuqorisini chegarasi yo'q. Bu degani endi xohlagancha qilib masxara qilsin degani emas-da. Ha, xo'p deb qo'ysa, u kuyovning gardaniga tushib qoladi. Shuning uchun